To'xta, qo'y tez. Sen necha kun bo'ldi shogird tushganingga? 3 kun. 3 kun bo'ldi. Men senga aytdim, o'zingcha hech narsa ish qilmagan. O'zi Cobalt obshivkasi nozik. Hozir buni qirib yuborasan. Keyin men nima javob beraman mashinaning egasiga? Uy sharoitida ximchiga qilayotganlar. Sizlar ham yaxshilab eshitib olinglar. Buni o'zini yo'li bor qanaqa chiqarishi. Har bitta mashina birinchi qiladigan ishimiz. Relslarni, mana relslarni ichkariga kirgizib yuboramiz. Mana bu relslarni ichkariga kirgizamiz. Sideniya 2 barobar kichkina bo'ladi. Keyin buni bitta yo'li bor chiqarish faqat. Mashinada ko'tarib turib, mana mashinada aylantiramiz. Hech qayerga tekkizmasdan, mana mashina temirlarni rulga tekkizmasdan, ular ham eshigiga tekkizmasdan mana bunday aylantirib, mana chiqarib olamiz. Orqa sidenani ham ko'rsatib berasizmi? Orqa sidenani ham ko'rsatib beraman. Naryodan keyinsan hozir. Orqa sidenani mana tegidan ushatib, mana ko'taramiz. Mana. Bu yerda temiri bor, mana bunda ilib turibdi. Buni itarib chiqarib olamiz mana bunday qilib. Mana chiqdi. Endi naryo taraf. Endi eng qiziq joyga keldik. Ko'pchilik buni mana bunday tushiradi-da, mana bunday qilib qiynaladi, chiqmayapti-yu deydi. Buni yo'li bor chiqarish. Mana bunday qilib turib, mana bu yerdan bitta itarsak mana chiqdi. Vaqtgina o'zimizga tortamizda, mana. Chiqib keldi. Bu hammasi 4 ta dona boltda turadi. Mana ko'rdingmi? Ko'pchilik noto'g'ri chiqaradi-da, o'zini ham vaqtini oladi, mashinani dabdala qiladi. Shu narsaga yetishga hozir 5 minut vaqt ketdi. Mana shunaqa ma'lumotlarni nariroq beriroq bo'lib qolmasligi uchun, meni yo'qotib qo'ymasligi uchun kanalga obunani bosib qo'ying. Rahmat aka, bu yaxshiligingizni unutmayman. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin ukam.